Mazkur loyiha Milliy bank hamkorligida Samarqand viloyati Urgut tumani O'ramas mahallasida 865-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda loviya ya'ni fasol ekilgan. Maydon hajmi 5 gektar bo'lib, uzunligi eniga 272 metr, bo'yiga 184 metrni tashkil qiladi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarish qilinmoqda. Hozirda ekinlar o'nib chiqib, gullash arafasida. Ekinlarni yetishtirish 120 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihada 18 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaliklari o'rtacha 30 sotiq, 25 sotiq yerlar bilan ta'minlangan. Loyihani amalga oshirishda lider tadbirkor Optimum Fruits MChJ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 3 tonnadan jami 15 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingach, dehqon xo'jaliklari tomonidan ikkinchi ekinga ham daromadli ekin ekish rejalashtirilgan.